Adi ibn Robiya degan mushriklardan biri payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, qiyomat kuni haqida, u kunda nimalar bo'lishi va qachon kelishi haqida so'ray boshladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam unga qiyomat kunining dahshatlari va qiyomat qoyim bo'lganda nimalar sodir bo'lishini birma-bir so'zlab bera boshladilar. Aslida bu so'zlardan keyin har qanday odamning qalbi yumshab iymon keltirishi kerak edi. Axir Rasululloh unga Allohning vahiysi bilan qiyomatda nimalar bo'lishini aytib beryaptilar-ku. Ammo u zarracha ham ta'sirlanmadi. Uning payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga nima deb javob berganini bilasizmi? U Alloh mana shu suyaklarni chirib, tuproqqa aylanib ketgan suyaklarni qayta to'playdimi dedi. Rasululloh ha, Alloh ularni to'playdi, insonlarni qayta tiriltiradi va falon ishlar bo'ladi dedilar. Shunda bu badbaxt o'zining ichidagi kibr va g'arazini ko'rsatib, agar o'sha kunni o'z ko'zim bilan ko'rganimda ham senga baribir ishonmasdim dedi. Bundan ham ortiq o'jarlik, bundan ham ortiq razillik bormi? Shunda Alloh taolo quyidagi oyatlarni nozil qildi. Inson bizni uning chirib tuproqqa aylanib ketgan suyaklarni hargiz to'play olmas deb gumon qilurmi? Yo'q, biz uning barmoqlarini ham tiklab joyiga keltirishga qodir bo'lgan zotdirmiz. Balki inson oldingi kelgusi hayotida ham fisq-i fujur, gunoh amallarni qilmoqni istab, qiyomat kuni qachon o'zi deb so'rar. U so'raydi, keyin esa kofir bo'lib yolg'onga chiqaradi.